Qashqar 6-cı o'tir maktabning pensiyaga chiqqan ximiya o'qituvchisi İbrahim Davudning 2019-yili 10-cı ayning 6-cı kuni tutqun jarayonida o'lib ketganligi haqidagi xabar uni yaqindan biladigan Yevropadagi bir xonim tarafidan 18 dekabr radiomiz Uyg'ur bo'limiga yetkazilgan edi. Ilgirlab ahvol egallash jarayonida Qashqar 6-cı o'tir maktabning intizom tekshirish ishxonasining Xitoy xodimi İbrahim Davud haqida so'ragan savollarimizga javob berib, uning bir yil ilgari o'lib ketganligini, ammo o'lim sababini bilmaydiganligini bildirdi. 他人都去世了呀，就前2年嘛，我知道去世了，什么原因我也不知道。你具体情况我现在我不知道，因为我们也接触的比较少。因为他去世也不知道呀。O o'lib ketgili bir qancha yil bo'ldi. Mening bilishimcha u o'lib ketdi. Ammo nima sababdan o'lib ketgani ma'lum emas. Ahvolning tafsilotini bilmayman. Chunki uning o'limining tafsiloti maktabga uqtirilmadi. Biz odatda bunday ishlarga bevosita aralashmaymiz. Bu xodim yana o'zining İbrahim Davudni taniydiganligini, ammo İbrahim Davudning pensiyaga chiqib ketgandan keyingi ahvolidan xabarsiz ekanligini bildirib, mundaq dedi. 他退休好多年了。他退休以后，我们跟他接触的比较少，莫名其妙嘛，怎么情况我们不知道。Uni taniyman. U pensiyaga chiqib ketganmi xeyli yillar bo'ldi. U pensiyaga chiqib ketgandan keyin uning bilan bevosita aloqamiz oz bo'ldi. Shuning uning ahvoli bizga aniqsiz. Hayotida konkret qanday ahvollar yuz berdi, buni bilmaymiz. Men bu ahvollarni sizga deb beramayman. Menda uning o'limining sababi haqida konkret bir narsim yo'q. Shunga bu ahvollar haqida sizga ma'lumot beramayman. U so'zini davom qilib yana mundaq dedi. 因为他退休后都在家里面，你最直接了解的是向他的家人去了解，他的家人是最知道情况的。你跟我们学校了解没有啥。Pensiyaga chiqqandan keyin u asosan uyda bo'ldi. Shunga siz bevosita ahvol eglayman desangiz, uning oilasilardan so'rasangiz bo'ldi. Siz hozir mendan men bilmaydigan ishlarni so'rayapsiz. Siz bu ishlarni so'rab nima qilasiz? Siz mendan shundoq ko'p ahvollarni so'rayapsiz. Ammo bu masalalarga men javob berishga amalsiz. Siz maktabimizning uning haqida nimalarni bilganimizni so'rayapsiz. Ammo uning pensiyaga chiqqandan keyingi ahvolidan ma'lumotimiz yo'q. Agar ahvolning tafsilotini bilmoqchi bo'lsangiz, uning oilasidan yoki boshqa yo'llar orqali ahvol egallasangiz bo'ldi. Albuki hozircha o'z kimligini oshkorlamaslik talabi bilan radiomizga İbrahim Davudning ahvolini ma'lum qilgan xonimning bildirishicha, 6-cı o'tir maktabning ximiya o'qituvchisi İbrahim Davud 2016-yili muddatdan burun pensiyaga chiqqan bo'lib, uning pensiyaga chiqib ketishimi qo'sh tillik ma'rif nomidagi Xitoycha o'qituvchiga bo'lgan norozilik sababidan deb qaralgan. İbrahim Davud 2016-yili pensiyaga chiqib, toki 2019-yili 10-cı ayning 6-cı kuni so'roq jarayonida o'lib ketganga qadar az degandimi 4-5 qitim tutqun qilinib so'roq qilingan ekan. 2016 başlanıp 3-7 jurnalistler duruşum to'liq tahsil kelib oldi. To'liq tahdidlar kelib saqladı. Yo'l kitbasi 46 kayzutlan bir yerga etirkdi, bir adam tunutquzu, kishlekin qo'yib berib, ashta yo'qab ketib, 4-5 qitim ashta bo'lgan. O'zimni bek ansirib ketgan. Bu xonimning bildirishicha, İbrahim Davudning uyi Qashqarning O'stan bo'yi soqchixonasining boshqarish tavalligida bo'lib, bu rayon Qashqarda bexatarlik tadbirlari eng qattiq e'linadigan rayonlarning biri ekan. Shundan bu eng chong Qashqarning O'stan bo'yi payso deb qo'yamiz, endi Turkiyada axlatning ko'rdilar. Chong qadimiy shahar aholilari kun dasta endişe yashayotganmiz. Uning bildirishicha, İbrahim Davudning o'limidan keyin uning bolalari va boshqa urug' tuqqanlari qattiq nazorat va tutqunga duch kelgan bo'lib, İbrahim Davudning o'lish sababiga munosabatlik barliq uchurlar qattiq kontrol qilingan ekan. İnsan tuqqan yo'q, kadrlar yig'ib ketdi, 5-10 kun shul birga yotib qolib, endi to'xtatmay gap elib, o'zing kesilib qo'yar, qanday deb boshla deysiz, o'zlab ketdi deysiz. Saqchilar, tujinglar, endi kadrlar bu yerdan men Zat İbrahim Məlimning bo'yni qattiq, uchi nima vaziyat, qanday vaziyat demaydi deb shunda shuncha qo'yib ketib, men uzoq turdim. Programmani Mehribon tayyorladi. Qashqar 6-cı o'tir maktabning ximiya o'qituvchisi İbrahim Davudning 2019-yili 7-cı ayning 28-cı kuni kechida tutqun qilinib, shu yili 10-cı ayning 6-cı kuni o'lim xabarining oilasiga uqtirilganligi radiomiz tarafidan bultur 12-cı ayning 19-cı kuni oshkorlangan edi. Shundan keyin, ya'ni 20 dekabr kuni Qashqar 6-cı o'tir maktabning intizom tekshirish ishxonasining Xitoy xodimi İbrahim Davudning mazkur maktabning 2016-yili pensiyaga chiqqan ximiya o'qituvchisi ekanligini bildirib, uning bir qancha yilning oldida o'lib ketganligini dalillagan. Ammo u İbrahim Davud haqida ilgirlab ma'lumot berishni rad qilgan edi.
İlgirlab ahval egalishimiz davomida İbrahim Davudning o'lim xabarini radiomizga yetkazgan, lekin hozircha o'z kimligini oshkorlashni xohlamaydigan bir xonimning bildirishicha, İbrahim Davud Qashqar 6-o'rta maktabda ishlagan mezgilida qo'shtilliq ma'rif nomidagi Xitoy tilini o'qitishga uzluksiz norozilik bildirib, Uyg'ur tilidagi o'qitishni tashabbus qilgan. İbrahim Davud o'zi kimyo o'qituvchisi, Chiqadagi dağlıq bir 6-o'rta deb qo'yamiz, ham nuqtalik to'liq o'tirdi. Lekin o'qituvchilik qilayotgan vaqtida shu 2017da milliy ma'rifni gullantirish to'g'risida so'zlayotgan to'la. Qo'shtin ma'rifni yo'l qo'ygan vaqtida necha qitim shu yig'inlarda o'tirib chiqib, qo'shtin ma'rif degan xato asli bolalar ona tilida tafakkur qilmasa olmaydi degandek gaplarni o'tirib qo'yadi. Bu sababdan u 2016-yili o'zi talab qilib pensiyaga chiqib ketganga qadar maktab ichida ko'p qitim o'zini tekshirishga majburlangan ekan. Şu partiyanın siyaseti qarşı çıqqan degandek necha qitimliq suhbatlik to'lab maktabdan chiqib, to'xtamay material yozg'izib, o'zi talab qilib pensiyaga ketgan. Shuni sen qo'shtin ma'rifiga qarshi hanzut dars o'tgan kemmay pensiyaga ketdi deb uni bir qarlab necha bayroq qilsadi, pipan qilib pushaymonnoma yozg'izibdi. Bu xonimning bildirishicha, Qashqar 6-o'rta maktabning ximiya o'qituvchisi İbrahim Davud 2016-yili pensiyaga chiqqandan keyin toki 2019-yili 7-oyning 28-kuni oxirgi qitim tutqun qilingan qadar Qashqardagi saqchi doiralar tarafidan bir qancha qitim tuyuqsiz tutqun qilinib, so'roq qilingan ekan. Şunun idealleri sataqlarda tılıqı. Arlıqdımı neçə qitim ekir bitib, neçə gündəkin qoyub birib, 2016-dan tartib 2019-qıca, nurgun qitimlab so'roqlar chiqib, lekin qisqa vaqtda chiqqan. Bu xonim yana o'qituvchi İbrahim Davud haqida o'zi bildigan ahvollarni bayon qilib, Xitoycha ma'rifga norozilik bildirgan İbrahim Davudning 2008-yildan boshlab oliy maktabga imtihon beradigan Uyg'ur o'quvchilar uchun takrorlash va chet el tillari o'rganish kursi ochganligi va ximiya darsligidan Uyg'urcha mashq materiallarini nashr qildirib, o'zi ochgan kitob do'konlarida sotganligi uchun ko'p qitim soqchilarning tekshirishi va so'roq qilishiga uchirganligini bildirdi. 2009-da kursni ochgan, kitobda to'liqsiz bolaninki dars mindirni tekrar qilgan oqshomlik kurs deymiz, adiyalik kurs deymiz, ingliz tili kurs deymiz. Fan kitoblari yo'q uning ustiga o'zi tuzgan ximiyadan doim chiqarayotgan so'zlar tahlili, foydalanish materiallari degandek Xitoycha davomliq materiallarni Uyg'urcha tarjima qildi. Shu Uyg'ur ballig'imi chiqsin, foydalanish materiali deb shuningmi umumdek degandek to'liq o'ttirninki bir ximiya kitoblar bor. U aslida keyindan tuzguchi tahlilchi İbrahim Davud deb necha kitoblar vardı. Hesaptan şu Xitoyning kitoblarini Uyg'urcha materiali yo'q deb biz o'qiyotgan vaqtda foydalanish materiali yo'q deb o'zligidan shu kitobxonda murtum deb nashriyatlar aloqasi qilgan. Shuningga milliy ma'rifni gullantirishga uringan, ana tilimizni targ'ib qilgan degandek ishlar bilan kinodan aloqalar urinlabek avval qilib men turishimiz to'liq haqsız kelib oldi. 2016da lekin faqat o'zbekda meni. Növətdə Norvegiyada yaşayotgan Uyğur fəaliyyətçi və ana til təşəbbüsçüsü Abduvali Ayub 2011-ci Qashqarda ana til yəslisi açqan məzgildə ximiya o'qituvchisi İbrahim Davudning o'zini yaqindan qo'llaganligi və həmkarlaşqanligini bildirdi. Bu ikkimiz birga ochgan maktabni men bu nimasiga mas'ul bo'lgan inglizcha yo ruscha ana til qismi mas'ul bo'lgan u odam oliy maktab takroriga mas'ul bo'lgan. Men bağlan çağda bu men asli Qashqarda bir hamkorlashib ish qilish tarafdori bo'lgandim. O'zim mustaqil qilmay hamkorlashib qilay desam bu odam ish bo'lib ketgan vaqtda. Shu Qashqardagi bu kurs ochganlarninki yoki maktab ochganlarning hech qaysini bilan hamkorlashdan qo'rqqan. 2011-7. 2011-yil 6-oyning 2-kunida qaytdim. Qashqarda butun maktablar bilan bir ko'rsatib chiqdim. Shaxsiy maktab ochadiganlar, kurs ochadiganlar, tarbiyalash markazi ochadiganlar bilan hech qaysi bilan hamkorlashishga jur'at qilmagan. Shu birdan-bir İbrahim bilan baranglashib qilib, "Chatoq yo'q buni qilamiz uka. Men boshlaymiz. Mana mening maktabim, sizning maktabingiz o'xshash. Darsim boshlanganda bo'lsa" deb shu bir 10 minutlab shu qarorni qilgan. Undan keyin ishkelanayt yaxshi hamkorlashdik. 2013-yili 3-oyning 19-kuni biz Urumchida biralik davlat qonuni va ona tilla degan temiz bir yig'in ochgan. Uning ruxsatini elib paytisi oldu. Nimani qilib bo'lgan. Lekin shu kun atiganda uni biz meni bo'lib oldi. Tutdi qog'alni tutdi. Shuni bilan biz u nimada Qashqardagi maktabning kechasi elibdi. Shuni bilan İbrahim ma'lum bosh vaqtda ishkaylandan maktabdan qurib qoldik. Undan keyin ko'rishib boqmadik.
bu o'lib ketganning nihoyat cho'ngli bilib bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, 2016-yildan keyin dunyoga oshkorlangan Uyg'urlarni lagerlar qamash to'lqinida Uyg'ur ziyolilari asosliq tutqun nishoniga aylangan. Ibrohim Davudga o'xshash Xitoycha ma'rifga norozilik bildirib, Uyg'ur tili ma'rifini tashabbus qilgan o'qituvchilarning zo'r ko'p qismi tutqun qilinib, muddatlik va muddatsiz qamoq jazolariga hukm qilingan. Albuki 2017-yili 8-oyda Uyg'ur avtonom rayonlik ma'rif nazorati bir tutash uqtirish chiqarib, Gaslidan tatib o'ttir maktablargacha barliq maktablarda bir tutash nashr qilingan Xitoycha darslik qo'llanilganligini e'lon qilgan. Bu mezgil deganda Uyg'ur avtonom rayonlik ma'rif nashriyatining Uyg'urcha darslik tuzishga mas'ul bo'lgan Sattar Savud, Yalqin Ro'zi qatorliq tonilgan Uyg'ur ziyolilari Uyg'ur til adabiyot darsligida bo'lgunchilik ideyasini tashviq qilgan deganda qalpoqlar kiydirilib, turmalarga tashlanib, qattiq jazolangan edi. Ma'rifni Xitoylashtirish Xitoy raisi Shi Jinpingning bevosita buyrug'i bilan Xitoy bo'lmagan millatlarga umumlashtirilayotgan siyosat bo'lib, Uyg'urlar bu siyosatning dastlabki qurbonlariga aylangan. Xitoyning chegara rayonlari deb atalib kelgan Uyg'ur eli, Tibet, Ishki Mo'ng'ul qatorliq rayonlar madaniyat va til jihatda Xitoydan butunlay farqli bo'lib, Xitoy hukumatı bu rayonlarda izchil turda Xitoy madaniyatini osonliq millatlarga singdirishga, bo'libmi Xitoychini barliq millatlarning o'rtaq tiliga aylantirishga urinib kelgan. Xitoy Ma'rif ministerligi 2021-yili 28 dekabr uqtirish chiqarib, 2025-yilga borganda butun mamlakatning 85% aholisi, yezilarning 80% aholisining Xitoycha so'zlash va tushunishini ishga oshirganligini bildirgan. Xitoyning xalq gazetida bultur 30 dekabr e'lon qilgan xabar deganda, Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinpingning 12 oyning 30 kuni Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining qarorlik muzokara yig'inida qilgan so'zida Millatlar ittifoqligini ilgari surish xizmatini davomli kuchaytirish, chegara rayonlarda Putunxuani, ya'ni Xitoychini hamda markaz rahbarligida tuzilgan darsliklarni texnik keng umumlashtirishni ta'kidlagan. Shi Jinpingning 2025-yili yangi yil arifasida qilgan bu so'zi Xitoyning buningdan keyin yana Xitoy tili ma'rifini, Xitoy tili va madaniyatini Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq Xitoy bo'lmagan millatlarga singdirishni zo'r kuch bilan davom qilayotganligini ko'rsatdi deb qaralmoqda. Programmani Mehribon tayyorladi.